O'zgidromet 24-iyunda ob-havo qanday bo'lishini ma'lum qildi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Agarda bizning kanalimizda mehmon bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni unutmang. O'zgidromet 24-iyun seshanba kuni kutilayotgan ob-havo haqida ma'lum qildi. Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-25 daraja, kunduzi esa 39-41 daraja bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Kechasi va ertalab ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 18-23, kunduzi esa 32-37 daraja iliq bo'ladi. Xorazm viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25, kunduzi esa 32-37 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-28, kunduzi esa 37-42 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25, kunduzi esa 36-41 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-28, kunduzi esa 39-44 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25, kunduzi esa 35-40 daraja bo'ladi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi jazirama issiqdan himoyalanish uchun aholiga qator tavsiyalar berib, iloji boricha soat 10 dan 17 gacha tik tushadigan quyosh nurlari ostida bo'lmasligini so'ragandi, deyiladi xabarda. Bu xabarni barcha yaqinlarimizga jo'natib qo'yamiz hamda videomiz ostida bir dona like tugmasini bosishni unutmaymiz.